Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Yeni bir qatımlıq uçuq söhbət proqramımızı görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli görürmənlərimiz, həmmanlağı məlum boğandak, yıllardan bu yan davam qılıbatqan proqramımızda millətimiz içindeki hər xil sahələdəki meyli, siyasi sahədə olsun, dini sahədəki ziyalıyla, millətimiz üçün iş qılıbatqan, hər xil sahələdə xizmət qılıbatqan kişilərimizni xilmi-xil mavzularda söhbətki təklif qılıb, uzun yıllardan beri söhbət qılıb kelyapmiz. Bugün şunun cümləsindən tünügün biz elanımızda bəgəndək. Vətən içində başda bütün Xitayını yengib İngilis dili müsabiqəsində Xitayının ki Xitay boyunca birinci bolğan, onun keyindən atlan İngilis dili məktəbini qurub nurgun yaşlarımızı, nurgun bu millətin pərzəndlərini tərbiyələb, şunun bilan vətəndə bəkərək tunulğan və keyin muhacirət hayatıga chiqqandan keyin yana qo'lidan kelgancha bu millatninki Sharq Turkiston xalqining beshiga kelgan fojialarni dunyoga anglatish uchun hassa qo'shib kelayotgan ma'rifchi ham jurnalist Qosimjon Abdurahim Qashqari bilan suhbat o'tkazganligimizni e'lon qilgandik. Oldi bilan qimmatli vaqtini chiqarib Amerikadan ziyoratimizni qabul qilganlik uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Sizga rahmat Abdullah. Rahmat. Qadirli görürmənlərimiz, programımız YouTube və Facebook kanallarımız arqılıq naq meydandan tarixlıyatdı. Ekran aldı çıxıb duruyatqan nömrümüz şundaqla ictimai fikir vasitədəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq. Proqramımızға əlaqədar hər qandaq fikir, təklif olsa, suallarınlar olsa, soruşunlarını ümid qılımız. Şundaqla köplügən qaydaşlarımızın faydalanışı üçün həm bəhərləb qoyuşunu, həm unutmayısınlar. Unda olsa bir vasitə başlap kəsək hörmətlik Qosimjon. Bilişimçe məncə muhacirətdə çət əl hayatıda tuncu qatım bir Uyğur televiziyası bilan söhbət qilishimiz o deyim mən. Çünki körəb baxmadım, vətən içində o köplügən televizyon proqramısına çıxqandınız. Şunun üçün yuqur diginimdəki vətənimizdəki xalqımız sizinlə bulub atlan İngilis tili məktəbi bilan bəkərək tunu deyim. Şuna öz ağzınızdan bugün İstiqlalın tuncu mehmini bulub qatnaşdınız. Rahmet eytimiz ve Qosimjon Abdurahim kim? Sizden biraz anlap bakaydı. Rahmet sizge. Bayatın siz tanıştırıp ettiniz. Bir qancha noktani qayt qilishdi. Xitoyda men ingliz tilini musobaqasida qatnashdim. 2 qatim mamlakatlik musobaqa qatnashdim. Başladı keyin bunun birincisi de Angluz mükafatı degan mükafatga erishdim. İkincisi de 23 nefer şu hal qilguvchi musobaqa qatnashgan mahirlarning ichida natijam birinchi bo'ldi. 97'de mancha degan natija bilan 100 nomerning ichida birinchi bo'ldi. Lekin birinchi bo'lgandan keyin bu Xitoy televiziyasi oldingi 6 nefer mahirni tanlab, yani qaytadan ularning universal har xil saviyalarini sinab, bunun için oyun xarakterli qilib, andın birinchi, ikkinchi, uchinchisini tanlaymiz deb, garchi men birinchi bo'lib qolgan bo'lsam, oxirgi 6 neferning ichida men 3-chi darajalik mukofotga, ya'ni shuna bir mukofotga erishdim. Tomosha bilan bo'lgan mahir degan mukofot. Shunga birinchi deganimiz to'g'ri, lekin Xitoy birinchi bo'lsa-mu, oxirida 3-chi darajalik mukofot bilan mukofotlagan bo'ldi. Shunga bu yerga bir paketlik uchradi. Yani bir sizin sorgan sualınızı nispeten siz özünüz doğrusu bir tanıştırıp ötsünüz geldi. Bayatın siz ismini dediniz, Qosimjon Abdurahim Qashqar. Qashqar deb bu familiyani men qonunli qalda Amerikada ismimni yani pasportga Xitoycha ajillash o'qilmaydigan bir ismdan qonunli sirqi o'qiladigan ism o'zgartirib Qashqar deb qo'llandim. Sababi benim ata bobolarım yaşap kelgan shahar ham o'zim tug'ilib cho'ng'igan shaharni familiya qilib qoldim. Endi deyilgandek men Qashqarda cho'ng'igan 13 yoshimda maktabdan chiqib ketib Qashqar Yemavazor deymiz. Başta O'dalda deymiz, Xonbozor deymiz,
bozorlarda tağamning tijaratiga yordamlashib, keyin tağamning tijoratini davomlashtirib, bilan shug'ullandim. Bu jarayonda arab tili, urdu tili, undan keyin ingliz tili qatorliq tillarni o'rgangan bo'ldim. Oxirida ingliz tilidan ma'lum o'zib chiqish bo'ldi. Keyin andin maktabda cho'qim o'qishim kerak, chet elga chiqib o'qiyman deganni asos qilib turib, ya'ni shu nishonning turtkisida o'rta maktabga qaytib kirib, qaytadan Xitoyda oliy maktab imtihoniga 2 qatim, birinchi qatim o'tolmay, ikkinchi qatim imtihon berib, o'tab, ya'ni Urumchidagi Xitoyda Xinjiang Universiteti deb tanilgan shu oliy maktabda o'qigan bo'ldim. Mening kasbim Xitoy tili va adabiyoti degan kasbda o'qidim. U vaqtda endi oliy maktabda o'qish jarayonida men bir tarafdan o'qigach, bir tarafdan ingliz tilida shu oliy maktab va Urumchidagi oliy maktab o'quvchilariga ingliz tili dars o'tgan bo'ldim. Keyin mamlakatlik musobaqada Xitoyning shu musobaqalarda natijaga erishib, oxirida Avstraliyaga 2005-yili tunji qatim chet elga chiqqan bo'ldim. Ya'ni shu musobaqadagi natijamning turtkisida Xitoy oliy maktab o'quvchilariga vakil bo'lib, Avstraliyada o'tkazilgan xalqaro ingliz tili oliy maktab o'quvchilarining bas munozara musobaqasiga chiqib, 2005-yilda qatnashdim. Bu yerda bir taraqqiy qilgan davlatni ko'rdim. Necha vaqtdan beri orzu qilgan chet elga chiqaman degan bir tunji qatimliq bir chiqish orzuyimni amalga oshirgan bo'ldim. Shu vaqtda men vatanga qaytib ketib, shu yerda yanala shu ingliz tili maktabini qurishga tutish qilsam bo'ldi ekan degan bir kuchlik, ya'ni orzuning turtkisida vatanga qaytib bu maktab qurishga kirishdim. Agar shu vaqtda endi maktab Uyg'urlarning maktablari taqalayotgan, Uyg'urlarga maktab ichish asosan mumkin emas deyilayotgan vaqtda men 1 yildan ortiq vaqt shu uzluksiz tirishchanlik ko'rsatib, oxiri Atlan til tarbiyalash markazi degan qonunliq Xitoy kenishga bergan shunday bir maktabni qurib chiqqan bo'ldim. 2006-yilda rasmiy yo'sinda kenishkisini ilib başladık. Onun aldırı mektep, ben 99-yıldan tabi İngiliz tili ötüp gelgende 2006-yıl resmi mektep kuruldu. Onun için şu jarayonda 2006'dan ta ki 2017-yılı 5. ayının 31. günü ben vatandan ayrıldım. Şu günge kadar atlarını terakki kıldırıp baştaki bir 10 neferdek xodimlari bor, o'qituvchilari bor, bir maktabda 100 nafar atrofidagi o'qituvchi xodimlari bor. Chet elliklarni o'zlagan, amerikaliklarni tortib ishlaydigan bir maktabni taraqqiy qilib shu yerga keldim. Endi bu vaqtda vatanda mayli deyilayotgan Xitoy nom qo'ygan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida bo'lsin yoki Xitoyninki davlat mal sahnelarda bo'lsin, har xil nomlarga, masalan, namunalik yosh egilik tikuvchi degandek, eng oxiridagi erishgan natija shunaqa nom nim bo'ldi deganda 2017-yil 5-oyning 4-kuni bu Xitoyda yoshlar bayrami. Bu vaqtda meni namunalik yosh egilik tikuvchi degan nom bilan Urumchidan birdan bir Uyg'ur bo'lib men Beijingga berib bu shu mukofotni qabul qilishga bordim. U yerda Xitoyninki Xi Jinpingninki ostida raisi va shuning bilan ko'rishib shu jarayonni o'tkazdi. Shu bir 20 necha kun o'tgan vaqtda undan keyin vatandan chiqib ketishga majbur bo'ldim. Yani mecbur oldum deganimda men ko'rgan shu vaqtdagi shohid bo'lgan ishlar cho'qim shu qo'limda pasport bor vaqtda bir amallarni qilib chiqib ketishimning zarurligini to'nib yetdimda. Chiqib ketmasam bu yerda ya Xitoyninki shu tashviqotining quroli bo'limi, undaq bo'lmoqmi oson emas. Yana birisi yoki bo'lib butunlay yo'q bo'limi demoqchi. Shundaq ikki yo'l bor. Ikkili yo'l men tanlaydigan yo'llar emas. Shuning bilan vatandan chiqib ketdim. Vatandan chiqib ketib
shu vaqtda bir haftalik sayohatga boramiz degan yolg'on uchur bilan berib kelish navbatini ilib Dubayga chiqib u yerda 3-4 oydek vaqtni o'tkazgandan keyin mening Amerikaga vizam bor, lekin ayolimdan kichik balamning yo'q. Shu Dubayda vizaga yo'llanib menib Amerika konsuliga kirib ayolimga balamga vizani olgandan keyin axir 10-oyda 2017 10-oyda Amerikaga kelgan bo'ldim. Kelib bir mezgil bir oy atrofida o'tgandan keyin Amerikada bir yaxshi ishning borligini, yaxshi ishligini hamda bu shunday o'xshash bexatarlik tuyg'usi asosan tugagan kishilarga bu Amerikada panohlik tilgili bo'lganligini bilgandan keyin Amerikada panohlik tildim. Keyin 2018-yilning keyingi yarmida bu yerda ishlashga ishga chiqqandan keyin bir qancha oy o'tgandan keyin Amerikaning hukumat qarmog'idagi Amerika ovoziga o'zimniki til iqtidori talentim bilan tunji Uyg'ur muxbir bo'lib, biz Uyg'urlarning xabarini ishlaydigan vazifa bilan shu Amerika ovoziga kirib xizmatni boshlab 2018ning oxiri 2019ning 5-idan tortib xabarlarim chiqishga boshladi. Toki mushu yilningki toki 3-oyning 15-kuni Trump hukumati bu Amerika ovozini texnik kichikiltib asosan shu qonun da bekitilgan eng kichik holatga akilish kerak deb meningki xizmatdoshlarim men qatorliqlar biz bu Amerika ovoziga xizmatimizdan ayrilgan bo'ldik 1200 atrofida. Shuning bilan mening Amerika ovoziga muxbirlik hayotim bu yerda oxirlashdi. Oxirlashgandan keyin men 2019dan tortib bir kitob yozib kitob qiraga Uyg'urlarning beshiga kelgan. Ben yana ayrim Qasimjon, yani paç kelsak bir savol uzun. Demek ben Amerika ovoziga masalan ayrim so'rayman inshaalloh. Anlatib o'tganingizdek Qasimjon shu hamda yuqorida masalan siz shuncha taqdirlanib so'zlab o'tganingizdek sirtdan qarg'a vaqtida shundoq har ish joyidek ko'rinadi-ku hamda vatandagi bu hamma ishlar mayli maktab ichish mazgillari bo'lsin. Siz hamda vatanni tashlab chiqishga majbur bo'lgan shu muddatgacha siz his qilgan, men his qilgan shu Xitoyning jinoyatlarini biroz aslab o'tsak masalan shu narsalarni men his qildim deb. Chunki sirtdagi insonlar na vatandagilar faqat uni, na sirtdagi muhojiratdagilarmi sizni biz men u vaqtda siz otlarni ichib davr surayotgan vaqtida chet elda turib men ko'ratdim ingliz tili maktabining faoliyatlarini to'g'ridan. Sirtdan qaraganlar hech qanday bir dadi yo'q deb o'ylayman sizni. Ya'ni shuningga siz shu davrgacha abay majbur bo'ldim degan yakagacha siz his qilgan Xitoyning nimalarni his qildingiz jinoyatlardan masalan. Men chiqib ketmasam bo'lmaydi ekan degan yaga nimalar olib keldi sizni? Yaxshi savol so'radingiz. Endi bu ularga nisbatan har bir Uyg'urga qarata bir orzusi bor. Bir Uyg'urdek yashayman deydigan Uyg'urga nisbatan bu vatandagi siyosat, vatandagi bisim her zaman kuchlanib mangsimandiki herkes tövenge düşüşüne acizlaşmadı. Lekin hem de vatanda yaşaş gerek, vatanda terakki qilish gerek idi. Hem şundaq elbette. Hem de bu bisim mesela ben ösmürlük devrimini tüketip 17-18 yaş vaktimde etrafımdaki ağabeylerimden tutilganlar oldu. Bunun şahit olduk da. Yani 96-yılı Xitay'nınki 7. numaralı hüccetinin çıkanlığını biz bilmeyiz. Lekin Xitay'nın bu Uygurlardan Xitay keladigan tahdidi Uygur milletçiliki ve dini aşkınlık degan gapni şu vaqtda bekitib bo'lganda hamda. Shundaq atbaq bilan nurg'un Uygurlarni şu vaqtlarda 100 kunlik zarba berish, manchi kunlik zarba berish vakil degan shu chog'da ham avjiga chiqqan vaqtlar. Masalan 96-97-yildan tortib. Shu vaqtda barbara nemish qilamiz unda besimlik o'ga vaqtlar deganda cho'qim o'zimizni qutuldirishga, uning shunda besimlardan neri ketishga terishimiz. Shuna qilib yashab mangimiz. Shuning bilan qanday qilib men tutulmayman, qanday qilib men yani erkin yashayman deganni izlab mangimizda.
Shu jarayonda taki 96-97 2017gacha 20 yil mobaynida, keyin men 2001-yildan tortib Urumchida yashagan bo'ldim. Har bir qadam bosqichim, masalan 2011 11-sentabr voqeasi yuz bergandan keyin Xitoy butkul siyosiy o'rganishni bizning vatanga, bu vatandagi Uyg'urlarga markazlashtirdi masalan. Ya'ni shu vaqtda butkul Amerikaninki Afg'onistonga qilgan harakatlaridan tortib hammani bizning vatanni markaz qilib, ashunga ko'z tashlab qoldi, shunga biz qattiq qo'shimiz kerak degandek qilib turib, ish qildi Uyg'urlarga zarb berdi. Uyg'urlarni to'xtamay tutdi. Shu vaqtda nurg'un tabiiy ko'rgan Uyg'urlar qanday qildi, ya'ni qanday qilib men buningdan neri turman deb. Masalan, agar sen bak diniy jihatdan bak nima ekansa, ya'ni bizning ko'zimizga chiliqmasa, qanday qilib men diniy jihatdan bularning ko'ziga chiliqmaydigan bo'laman deyishga tirishimiz. Yoki milliy jihatdan bak hissiyotim kuchli ekansa, qanday qilib men bu milliy jihatga hissiyotimni ko'rsatmayman. Mesela Uyg'ur degan gapni qo'rqmay demaymiz. Yoki musulmon degan gapni amal va demaymiz. Yoki biz deyishimiz mumkin. Yoki biz yoki xalq yoki ammo yoki saboqdoshlar degandek so'zni ishlatamiz. Ya'ni har bir so'zni ishlatishdimi cho'qim tanlab ishlatishimiz to'g'ri keladi. Keyingi vaqtlarda bu yahu atni ko'ndirish jarayoni bu Xitoyning Uyg'urga nisbatan. Men bunday o'ylasam shunda erkin fikir o'g'imiz olsunmi, lekin shu asosda bara chekinimiz. Ya'ni o'zimizni kontrol qilamiz. Ya'ni o'zimiz saqlash uchun. Yani 2017 kelgan vaqtda atrofda nurg'unlarni tutishga boshladi. 2016 9-10 oylardan tortib bo'lgan tutish, masalan, mening yaqinlarimdan men taniydigan, masalan, Yalqin Ro'za apandi deymiz. Ya'ni boshqalar tutilishga boshladi. Hukumat tarmoqlaridan bor, jamiyatdan bor. Undan keyin nurg'un o'quvchilarni tutib ketilganligini shohid bo'lgan bo'ldim. Keyingi vaqtda mening qo'l ostimda ishlaydiganlarni tutib. Endi u vaqtda nima ish qilamiz? Ashlarni qutuldirishga kirishimiz. Aşı ramkının içinde. Endi tirishchanliklarimizmi eng oxiri unum vaqtda qana qilmaymiz degan vaqtda undaqda qechishga to'g'ri keldi. Ya'ni nima uchun deganda hech bo'lmasa men shu vaqtda o'ldim. Men qaçsam hech bo'lmasa xalqimning shu tutilganlarning ovozini olaman. Hech bo'lmaganda mening saqqog'inim shu vaqtda men bir shohid bo'lib shunga ega chiqa olmayman deganni o'ylaydigan gap. Şunun bilan mening shu vaqtdagi fursatim chiqib ketish fursati shunga chiqib ketgan bo'ldi. Tushundim. Ko'p rahmat. Mushadamni siz ham da albatta bu yerda men cho'qim sizga bir rahmat aytaman. Siz abay nimaga Amerika ovozida tunji muxbir bo'lib ishildim deb dedingiz ham deb. Shu 6 yilga yaqin ishlash jarayonida qadrli ko'ruvchilar, biz masalan u vaqtda siz taxallus ishlatdingiz. Asim Kashgariyan deb ism bilan yozatdingiz hamda. Biz Istiqlolda nurg'un xabarlarni biz tarjima qilib kunlik xabarlarimizga berdik hamda. U vaqtda hamda bugünkidek bemalol chiqish imkoniyati bo'lmaganligi uchun ham boshqa bir ism taxallus ishlatdingiz va sizga shu vaqtda men taklif qilgandim. Hozircha turib turay deb degandingiz. Keyin Amerika fuqarosi bo'lgandan keyin andikin bir hujjatli film bilan inglizcha chiqargan Amerika ovozining butun dunyoga boshqa bir butun hayotingizni anglatgan bir nima chiqdi hamda Xitoyning jinoyatlarini anglatgan. Shu mayda ko'rilmalarimizdan oldin bir rahmat aytmoqchiman sizga. Siz yana pardan orqasida nurg'un xizmat qilgan biri hamda. Şu filmde Qasımjon Mushada şu yerda bir so'zingiz bor. U filmda Urumchi qatliamı bo'lgan mezgilni tushuntiribsiz bu yerda. Saqchininki sizning saq qolib qolganligingizga chunki bir Xitoyning bir yordam qilish besaknisi bor ekan hamda. Sizdan telefon talab qilamdi. Bu yerda saqchilar sizning shu kuni tutilmay qolganligingizga qattiq ishonmay qilib hamda o'zi sizning saq tutilmay turmagan akitilmaganligingizga ishonmay qilib
bu yerda degan gapi aslida sen bugun yo'qitilishing kerak edi degan bir so'zni anglaganligingizni shu hujjatli filmda dedingiz hamda. Yani bu plan, bugungi plan aslida sen bugun yo'qitilishing kerakdi. Plan bu degan so'zni Xitoy soqchisini anglaganligingizni dedingiz hamda. Shu mushning oldi ekan, mush voqelikni oldi ekan bir Uyg'ur ko'rilmalarimiz anglagan bo'lsa. Bo'ldi. Hujjatli filmda Amerika chiqqan. To'rbet biraz tor acizmi Qasimjon? Ovozingiz pat-pat uzilib qolyapti. Hozir yaxshi bo'ldi deyman. Normal telefonning to'ridan kiryapsiz, uyiningmi? Sabit. Telefonning to'rida. İkisining qaysi kuchli bo'lsa, shu chunki pat-pat gapingiz kesilib qolyapti shu deyman. Qarasam uyning to'ri bayatdan sal kuchli emasdir ekan, shunga telefonning to'rida kirgan. Bo'ldi, inshaalloh kesilib qolmas endi. Qanday boqay. So'rolingizni javob bersam 2023-yil 6-oyda taqiqlangan hujjatli film degan Asim Qashqariyan, ya'ni Asim Qashqari degan taxallus bilan ishladimda 2018 oxiri, ya'ni 2019-15dan toki 2023-yil boshlab. Bunda ishlamakmi oson emas. Ya'ni ruhiy psixik jihatdan og'ir besim bo'ldi. Ya'ni o'zingizning kimligingizni oshkorlay olmay yurishmi ba'zida og'ir keldi. Hamda men alayida bir alayida xodim bo'lmagan ekan bir ya'niki. Oxirgi vaqtda 2023-yil bu hujjatli filmda birsi azroq bo'lsa-mu vatandagi Uyg'urlarning beshiga kelgan kulfatni dunyoga bildirish, ya'ni birsi mening zodi kimligimni Xitoyga ham bildirish. Ochiq oshkorlash. Men shu mush xabarlarni ishlayotgan deganni deb qo'yishdi. Shunaqa hamda sizning savol, ya'ni 5-iyun namoyishi, keyingi bostirilish jarayoniga men shahid bo'lgan. Urumchida yashagan nurg'un kishilar shahid bo'lgan bo'ldi. Ham shahidlarningki ko'rgan bilganlari o'xshamaydi. Beshidan o'tkazgan sarguzashtisimi har xil o'xshamaydigan bo'ldi. Shunga har odam o'zining bilganini so'zlaydi. Endi meningki men paketlik so'zlashim kerak. Mening 5-iyun namoyishi va bostirilishidan keyin 7-oyning 9-kuni, ya'ni 9-iyul tutilganim haqiqat 7dak Xitoy soqchi qurolliq kelib tushlik tamoqdan keyin men tutib ketgan bo'ldi. Keyin so'roq qilgan bo'ldi 7-8 soat. Ham bu jarayonda bular bir kutilmagan bir ishga shahid bo'lib qoldi Xitoylar. Nima deganda men o 5-iyul voqeasida, chunki 5-iyulda bir qism Uyg'urlar ba'zi Xitoylarni qanot ostiga elib qutqizib olgan ahvol bor. Chunki televizorlarda axborotlar bularni qattiq tashviq qilib, bularni milliy millatlar ittifoqligining namunasi ko'rsatgan. Namunalik shaxslari u deb. Endi bu yerda mening qilgan bir ishim nima deganda, shu maktabningki birinchi qavati, ya'ni bu kitobxona binosiningki birinchi qavatiga tushib, biz kechki tomoq yeymiz deb chiqayotganda bir ikki kichik bola, 5-6 yoshli Xitoy bola, bir qiz, bir o'g'il bilan bir Xitoy ona keladi bu yerga. Kelib bir to'p to'g'anlarga telefoninglar bormi, men bir telefon ishlatib olgan bo'lsam deb, men ansiz oldi. Shuning bilan nima ish olgan desam, biz chiqqan avtobus shunda chambi kesak qo'lni hozir men qechib kelganda degan gapni qildi. Xabarimiz bor bu yerda bo'layotgan. Men telefonimni berib turdim. Berib turib, men zalning ichiga kirib paranlasam bo'ldi dedim. Zalning ichiga kirgandan keyin bu o'zining bir tuqqaniga telefon qildi o'g'ay. Bu asli sayohat ekanda, ichkirdan kelgan shu vaqtda sayohatga bolalarni telefonni ishlatib bo'lgandan keyin bu tuqqanim kelmaydi ekan, men qanday qilaman, sirtib qolaman. Hamisha tutunda mer maktab bor. Bizning maktab bor deb, uni shu maktabga qo'yib qo'ydi. Bu vaqtda ba'zi norozi bo'lganlar bo'ldi. Bu
bir haftaning oldida anda bo'lgan bu namoyish bundoq bo'lsa bu Xitoyni qo'g'dab qolsan degan ba'zi ko'z qarashlar menga keldida. Men aniq dedim, biz insoniyatga qarshi emas. Biz jinoyatga qarshi. Endi bu bir inson, bir ana, ikki farzandi bor. Bu hozir chiqib ketsa, yosh bolalar bor, qiynab qizib turayotgan. İki tal taş bilan qilib o'tish mumkin. Undaq bo'lsa bo'lmaydi, uni yo'l qo'yib olmaydi. U xalq qilgan jinoyatni biz qilmaymiz. Dedim, lekin uni atsiganda tuqquni kelib aketdi. Biz nurg'un ishlarga shohid bo'ldik shu yerda. Hech qanday tashviqotga chiqmadim, so'zlamadim. Yepilib qoldi. Keyin bu Xitoylar meni tutgan vaqtda asli meni maqsadli tutgan maktab men taraqqiy qildirayotgan nurg'un ta'sir kuchim bor bir holatda. Lekin bu so'roq qilish jarayonida meni anda qildim yetak bunga o'pdi. Tapashkil jarayon bu gap chiqqandan keyin bular Xitoyga telefon qildi. Chunki telefoni men ismini deb birma aloqa nomerlarini deb aytdim. Bular Xitoyga telefon qildi. Rost degandek u Xitoy u to'g'ri shunday menga telefonni berib turgan meni shu kechda qashada qolgan men ikki bolam bilan atsi mening tuqqanim kelib akatgan degan gap. Bu Xitoylar nima qilsa unda buni sen tashviq qilmading deb meni yana qistaydi. Nima qilsam buni yo'shirib qoldim. Men uni boshqa tashviqot uchun qilgan emas. Men bir inson sifatida zo'ravonlikqa qarshi Uyg'urlar. Men shaxsan shunday. Shuning uchun men unda gunohsiz odamlarga unda nima kelishni qalmayman. Zo'ravonlik bo'lishni. Chunki biz ko'rdik internet qiyinimiz qizg'an, lekin qiyinimiz qizdirida xatoshni hisob qilmaydi. Shuningdek bular bu yerda o'zgarishni ko'rdi. Keyingi Xitoyning shu yerga bir qancha bo'limni boshqalar bo'ldi. Yerim kechida Xudonga ana 3 saqchini qo'yib tanmanganda shu 3 saqchining birisi mana deydi. Aslida yo'qolib ketgandan bo'lgan operatsiya yapamayacak. Seni uyingga qaytarib ketyapmiz degan gapni shu. Shunga u hujjatli filmda shu gap. Xo'sh. Shu. Tushundim yani. Ben şu yerden aşını hujjatli filmni ko'rgandan keyin ham shu Xitoyning saqchining gapiga shohid bo'lsam shu hamda siz ham o nimaga shohid bo'lgan hamda siz Urumchi qatlamining o'zini, ya'ni umumiy Urumchi qatlamini, ya'ni Xitoyningki oldin planlangan Uyg'urlarni bir g'oyat zo'r bir shaklda yo'qotib etish uchun planlangan bir Xitoy planlagan bir harakat deb qaramsiz, yani o'zligidan shakllangan bir ish emas deb qaraydiganlarning ichidami deb bu savolni men so'ramoqchiman sizdan. Bu yerga shohid bo'lganlaringiz qarab. Endi bunga subyektiv qarashimizni o'tirib qo'yishdan ilgari cho'qim paketli so'zlashimizga to'g'ri keladi emasmi? Lekin endi buni Xitoy ma'lum darajada buniki shundoq qonliq bostirilishininki oldin planlanganmi deganda ma'lum paketlarni qizib tekshirib chiqishimizga to'g'ri keldi. Paketlar qanchaki ko'p bo'lgan sari bu ko'z qarashimiz uniki kuchga ega bo'ladi. Agar paket yo'q holatda faqat ko'z qarashimizni mening tushimda azodim buni Xitoylar shunday qilgan deb qo'ysak, paketni qanday deb so'raydigan ish chiqaramizmi? Shunga ma'lum paketlar bo'lish kerak. Men bayatın bir gapni dedim, aslim kitobimni yozyapman deb. Ma'lum paketlarni o'tirib qo'ymayman. Agar shu ko'z qarashni isbotlash zarur bo'lsa. Shunga hozir so'ragan savolingizga nuqulli bunday qilib javob beraversam, cho'qim isbot talab qilish to'g'ri keldi. Isbotni bir mo'j so'zlashga to'g'ri keldi. Shunga endi Xitoyning qo'li yo'q emas. Xitoyninki qo'li har bir shunday bostirishlarda cho'qim bor. Xitoy deganda 97-yildagi G'ulji bostirish va shu qatliam bo'lgandan keyin
2001-2002 kelganda Xitoy siyosiy o'rganish mazmunlariga nimani qo'shadi deganda har 10 yilda bir qitim bu Uyg'urlar qo'zg'alib, buni harakat qildi. Buni cho'qim bostirishimiz kerak. Andan har 30 yilda bir qitim cho'ng ashuna Uyg'urlarning qo'zg'alishi oldi. Buni biz kontrol qilishimiz kerak. Şunun 97-yılı müşna boldu yani 10 yılda boldu ise aslında 2007 yılı bo'ladı Xitoyning degini bo'yicha. Ularning degini bo'yicha 2007 bo'lmadi, 2008 bo'lmadi, 2009 bo'ldi. Hamda albatta buningki o't beltisi Guangdongdagi zavodki bu içinde qanliq vaqa tufaylidan chiqdi. Hamda uninki uni asli 5 yil mesela shundoq namoyish bo'lish, uniki bostirilishining shakllanishini 5 yil kontrol qila oladi. Shundoq kuch bormidi degan savolni so'rash to'g'ri keldi. Xitoyning shu vaqtda kuchi bor. Lekin nima uchun unday qilmadi? Nima uchun torbatlarda intayin erkin holatda shu vaqtda namoyishlarga chaqiriqlar bo'ldi? Nima uchun uni o'chatkizib ta'laydi? Nima uchun o'chamidi uni? Nima uchun yo'q? Nima uchun qo'yib qo'ydi? Masalan, torbatlar nima uchun qora xat o'lim bag'idagi holatga o'zgardi? U torbatlarni boshqaruvchilar keyingi vaqtda 5 yil, 7 yil, 9 yoki undan ko'proq kesilganlar bor. Ularning jinoyati bormi yo'qmi degandakda ba'zilarni o'tirib qo'yishdi. Isbotlarni o'tirib qo'ygan isbot kelishimiz. Shuning uchun hozir sizga 100% bunda demayman, azroq asoslarni o'tirib qo'ying. Xo'sh. Ha, tushundim. Endi nima kelaydi endi shu 2017-yili Abay so'zlaganingizdak Dubayga sayohatga chiqaman deb qo'yib chiqib ketdingiz endi. Tashlab vatanni tashlashga majbur bo'ldingiz. 10-oydan keyin Amerikaga bordingiz deyman shu yili. 2017-yili. Shunaqa. Endi o'shada bu savolim kelishdan burun otlarning taqdiri qanday bo'lib ketdi siz tashlab chiqqandan keyin? U yerda masalan siz bu vaqtda nurg'un xizmatdoshlaringizning tutilganligini, o'quvchilarning tutilayotganligini ko'rgandingiz. Keyin qanday bo'lib ketdi? Hozirgacha buni bir anglab o'tsak. Uning keyinda bir savolim bor. Bo'ldi. 2017-yili 5-oydir men ketgandan keyin 10-oygacha qayerda ekanligimni bildirmay men vatandagilarni mening vatanning sirtida ekanligim shu uchurning o'zi ularga ziyon qildi-ku. Shu vaqtda. Ya'ni u mening chet elga chiqib ketganligimni degan emasman. Men ichkariga manaman Shanxayga deb. Chunki men uning oldida bir yildak Shanxayda har oyda bir qitim berib shu korxona ilmi to'g'risida o'qishganda shu Shanxayga manaman deb mandim. Keyin Dubaydagi vaqtda qayerda ekanligimni vatandagilarga demadim. Demak, oxir 10-oyda men Amerikaga kelgan vaqtimda endi rasmiy yo'sinda xotirjam bo'lgandan keyin hozir Amerikaga o'qishga keldim. Shun bir mezgil men vatanga qaytmayman degan uchurni yo'llagandan keyin Xitoydagi shu Urumchidagi yerlik doiralar mening qaytib, chunki men maktabning qonuniy vakili. Maktabning qonuniy vakili bir hafta ichida qaytib kelmasa, maktabningki becirishgan ishkisini, ya'ni o'qitish ishkisini bekor qilamiz degan hujjatni chiqardi. Chiqargandan keyin men aniq dedim, men qaytib bormayman degandan keyin bir qancha oyning ichida maktab arasida taqdir, ya'ni 2017-yilning oxiri. Men ko'rmadim u yerda men naq maydonda yo'q, lekin taqdir etilgan bo'ldi. Xo'sh. Yani aşağı hüccet filmde nurgun resimde dostlarımızdan hammasidan menden başkası hammasi tutilib ketdi degan nim bor endi. Nurgullar tutilib ketdi hamda shu oldikayni bo'lib tamosh lager siyosati va shu davrdan boshlab. Hozir qadar men bilgan kamida 10 o'rin ortiq. Tushundim. Xo'sh, endi chiqib endi normalda endi siz vatanda endi hatta şu hüccet filmdim defsem demişim. Hatta
ta vatandaşlık fuqarolikqa og'ishi bo'g'ichi arliqda nima ishiltib xizmat qildingiz. Lekin hamda vatandami bu axborot sohasida bir ish qilib boqmagan bir kishi chiqib yana Xitoyning jinoyatlarini odatda normalda boshqa bir hamda vatandagi oilamga uning buning beshiga ish kelib qolmasin deb odatda tijorat u boshqa ishlar bilan qildi hamda. Yana Amerika ovozdagi bir tunji uyg'urilib kirib kunda Xitoyning jinoyatlarini pash qildigan yerda ishlashdiki, bu xizmatni tanlashingizga turtki bo'lgan narsa nima? Uyg'urlik. Uyg'urlik. Bek qisqa javob olib qoldimi? Xo'sh, güzel. Endi faqat so'zlasak gap jiq. Endi uni agar har bir Uyg'ur kimligini, o'zining beshiga kelgan kulfatning nimaligini bilishga tirishsa, cho'qim hayotdagi eng muhim ishning shu Uyg'urning hoziri ham kelgusiga bosh qotirish, shunga tirishchanlik. Xo'sh. Tirishchanlik ko'z. Buni baştan ahir ovoz qaytib qoldi degan savolni so'rash to'g'ri ekan. Men shu savolni so'rash jarayonida mening eng muhim ishimning ishim kerak shu millatning kelgan tarixdan tortib peshiga kelayotgan zulm kulfatlarni eng muhim degandan boshlasangiz so'zingizni qayta Qasimjon. Mening eng muhim degandan boshlasangiz, chunki ovoz qaytib qoldi, ko'rmalarimiz ko'rolmadi cho'qim. Bo'ldi. Endi hayotda eng muhim ish nima degan savol har bir Uyg'urga ham keladi deb o'ylayman. Albatta, nurg'un hayotimizda kundalik turmushda nurg'un muhim ishlar beshimizni qatirdi. Lekin uning ustidagi eng muhim ish Uyg'ur bo'lish nuqtasidan Uyg'urning beshiga kelgan tarixiy ham hozirgi kulfat ham zulm dunyoga anglatish hem şununla karşı duruş. Şunun için köre. Bundan doğru. Her birimizin vatanda ailemiz var. Qenimiz, jelimiz vatanda. Tuprağımız vatanda. Lekin hiç qilmay ensirab turishning o'zi bizni texmi yo'q qiladi. Xo'sh. Cho'qim endi bir ish qilish kerak. Shunga endi men shu bayatni degandek shohid bo'ldim. Chiqqandan keyin cho'qim shuni kuchga aylantirib shu hayotimning ma'nosi nima deganda vatan millatning inson azat ekanligini millatga bir tuhfa qo'yishni harakatim bilan isbotlash. O'zimga isbotlash. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi shu kitobingiz hozir yezib puturaydigan kitobingiz kelaydi. Buni boshda o'zingizniki Facebookda inglizcha bir kichik bir qisqa bir film bilan kitobga i'ona to'plash uchun bir nima qildingiz. So'z qilib tarqatdingiz. Keyin uyg'urchasi chiqdi uning kamda. Shu kitobning hikoyasiga kelsak hamda qanday boshlandi buning hikoyasi va nima kelib qoldingiz hozir? Yaxshi savol so'radingiz. Kitobni başlanışı qachon deganda dal 2017-yilga taqaymiz buni. Yani vatanda shu beshimdan o'tkazgan vaqtda men agar hayot qolsam, agar sog' qolsam, vatandan sog' salomat chiqib ketsam, cho'qim dunyoga Uyg'urga nima bo'lganligini cho'qim dunyoga anglataman. Men o'zim bir va'dani o'zimga berdim. Chiqqandan keyin nurg'un to'sqinliklar
nurg'un qiyinchiliklarga yo'liqqan bo'ldik. Albatta vatanga chiqqan vaqtda mol dunyo bilan hamma narsani ko'tarib chiqqanimiz yo'q. Vatandan chiqqan vaqtimizda shu jinimizni ko'tarib chiqdik. Xo'sh. Bu tarafga. Yana qaytib qoldi. Qanday? Ovozingiz kelyaptimi? Video. Ha, endi keldi. Endi gapga ham. Ha. Jenimizni ko'tarib chiqdik degandan keyin. Gapiryaptimi? Ha, jenimizni ko'tarib chiqdik degandan keyin. Ha, jenimizni ko'tarib. Endi shu vaqtda men vatanda bo'layotgan Uyg'urning beshiga kelayotgan shu zulmni angiltiman degan iroda bilan, shu orzu bilan chiqqan. Keyingi vaqtda endi Amerika ovozida ishlashni boshladim. Shu vaqtdan tortib, ya'ni 2019-yildan tortib rasmiy yo'sinda bu aslimi kitobini, ya'ni bir cho'ng tutdiki, butkul endi mushu men mushu oyning oxiri 46 yoshga kirman. 50 yilga yaqin hayotımda vatandagi nurg'un ishlarga, vatanning sirtidagi ishlarga shohid bo'lgan bo'ldim. Buni dunyodagi o'qirmanlarga ingliz tilida ham o'qishliq, ham o'qig'isi keladigan, ham bilgisi keladigan holatda Uyg'urning hikoyasini, Uyg'urningki beshidan o'tgan zulmlarni bir shohidningki bir yorqin deb berishi bilan buni tarixiy, ijtimoiy, siyosiy shu vaqtlardagi dunyodagi nurg'un kuchlarni tang yug'urib turib deb berishni zarur topganligimdan 2019-yili yozishni boshlagan bo'ldim. Hozir qadar endi 6 yilda yozyapman-da bu kitobni, oxirgi boblarini yozyapman. Hozir endi butunlay to'liq shu ishlar bilan shug'ullanyapman. Uning oldida endi qo'shimcha shug'ullanyapman. Shunga endi bu kitobni men iyoni to'plashni chiqarganim, mening boshqa qiladigan xizmatim yo'q emas. Xizmat qilaman desam, xizmatlar bor. Saqlab turaylik. Lekin men bu kitobni yozib, cho'qim shu oldimizdagi 1 yilning ichida nashrdan chiqarishim mening vazifam. Unda olganki, menga vaqt kerak, menga iqtisod, ortiq iqtisod kerak. Shuning bilan buni to'xta men dunyoga deyishim kerak degan bir ko'z qarashning turtkisida filmni inglizcha boshda chiqargan bo'ldim. Keyin Uyg'ur tilida yana bir filmni chiqardim, chaqiriq qilib, ya'ni iyani bergan bo'lsanglar bu kitobga men $50,000 yig'moqchi iyani, qanchalik iyani bersanglar bo'ladi deganni chaqiriq qildim. Hozir 100 nafarga yaqin ot yurak iyani bergan bo'ldi, ya'ni $16,700-800 degan. Uyg'urlardan ko'proq iyani qildimi yoki chet elliklarmi? Agar statistikaga qarasam endi statistikada 11,5 ming dollar atrofidagi iyani boshqa millat, boshqa xalqdan $5,000 bak iyani bizning Uyg'urlardan kelgan bo'ldi. Maşallah. Güzel, inşallah hayırlık natija bilan inşallah chiqishini umid qilamiz. Endi yana bir gap qo'shib qo'ysam. Xo'sh. Buningda iyani to'plash qarshi tarafning cho'qim iyaniga ehtiyoji bak bo'lganligidan emas, balki boshqalarga yaxshi ish qilish fursatini berish. Mana deb aytganda, men Uyg'ur jamiyatida, vatanning sirtida, ya'ni qanchalik odamlarning bizning mushundaq bir ishlarimizga ko'ngil bo'ladiganligini ham bilgim bor, mana deb aytganda. Bu yerga iyonningki men doim dedim, iyonning so'mmasi muhim emas. $1, $2 yoki 50 sent bo'laverdi. Faqat mush ishga bir ovoz qo'shadigan kishi natijaga yetadi. Qanchalik bo'ladi? Shuni ham ko'rgim bor. Menga bu statistikami intayin muhim. Chunki keyingi ishlarimdan intayin muhim bir qadam. Ashuningda Uyg'ur til filmda dedim, kichik vaqtimda
bizning ko'chalarga Qashqarda darvishlar keladi naqsh o'qib. U naqshi duo aralash naqshlarda. Xo'sh, xo'sh. Kelgandan keyin nanning har xilini chiqib beramiz. Cho'nam deydigan balam bu nanning hammasini o'zi yemaydi, bulim boshqalarga berdi balam deb. Bir xil shu vaqtdagi shu holat shunday esimda. Doktorimda hozir o'ylasam, amaliyotda o darvishlar o nanga ehtiyoj bo'lganlik uchun kelmaydi. Faqat amaliyotda har bir o'yining oldiga kelib, shularning qalbini ko'makishganda. Bu 10 o'yining ishini cheksa, balkim 2 yoki 3 nonni chiqib berishi mumkin. Endi u non faqat nonli bo'lishini atayin. U bir qalb. Bunaqash aytgan shu iyonimi, o'sha desam, nima deganda, o'sha mush filmni ko'rayotganlarga nisbatan, har bir o'yinga nisbatan cho'ng emas. Qanchalik bo'lsa, iyon qisib. Bir xil iyoni filmidek ta'sir berayotgan bo'lsa-mu, deb qo'yishni zarur topdi. To'g'ri, to'g'ri. Yo'q, haqiqatan men tunugun e'lon bergandan keyin sizlar suhbat qildim. Shu kelgan savollarning ichida men bugungi temamizga munosabatsiz bo'lgan savollar bor. Shuning ichida birisida Qosimjon vatanda egilik tiklagan mush bo'lib Uyg'urcha e'loningizga nisbatan vatanda egilik tiklagan masalan Amerikada muhalliq saviyada yashayotgan, uy-mulk tijorat qilayotgan bir kitobni o'z oldiga nashr qilamoqda kuchli emas, nima ish buni e'lon qildi degandek savollar bor. Siz bunga javob berayotgan bo'ldingiz yana hozirgi gapingiz bilan-chi? Buni anglagan bo'ldim. Rahmat. Unda yana bir gap desam, bayatni dedim. Men xizmat emas dedim. Masalan, hozirning o'zida bir cho'ng bir o'ringa masalan maslahat cho'p ishlayapman. Qo'shimcha, lekin vaqtim jiq emas. Faqat haftada bas ishlayman. Nima uchun? Men kitobni yozmasam bo'ladi. Boshqa vaqtda. Ondan keyin bayatna uy-mulkning gibi chiqdi. Albatta uy oladigan sotganlarga mening kinishkam bor. Amerikada kinishkisi bor. Uy-mulk vakolatchisi deymiz, vositachisi bo'lish kerak. Shunda bo'lganda bu ishlar intayin yaxshi qonunliq yurishadi. Men shuni Amerikaga kelibla shu kasbni o'qib kinishkisini olganman. 3 shtatniki Virginia deydi, Amerika poytaxti Washington DC deydi, va Maryland. Endi bu ishni qilsam bo'ldi. Lekin mening birinchi mo'yin ishim nima? Ma Uyg'urning hikoyasini dunyoga anlatish. Bu birinchi mo'yin ishim. Ikkinchi mo'yin ishim Uyg'urning hozir xabarini dunyoga beradigan cho'ng ikki muhim organ. Biri Erkin Asiya radiosi yo'q. Taqaldi. Amerika ovozida bayatni deyilgandek men batdim inglizcha ham xitoycha xabar ishlaydim. Uyg'urcha programmani taqi yaqinda boshlagan edik. Lekin u yo'q. Endi albatta xabar axborot organi bo'lish ham axborot berish intayin muhim bir bu Uyg'urlarningki beshir kelgan zulmni anlatgan muhim bir vosita. Bu vositani cho'qim taraqqiy qildi. Mening yana bir qilayotgan ishim Uyghur Monitor deb inglizcha ashuna atildi. Uyg'urcha Uyg'ur kuzatuvchi desak bo'ldi. Ashundoq bir axborot organini qurish uchun hozir shuni tizimga oldirib, shuning ishlarini qilib, shuningga yana iyoni to'plab bu hamda xalq taqilan qilgan emas bu ma'lum. Har xil Amerika cho'ng tashkilotlar uning bunga hozir qilyapman shu ishlar. Demak, cho'ngroq bilan kelgusi. Tushundim. Ko'p rahmat yani. Bundan keyingi planingiz nima? Endi kitobdan boshqa demoqchi edim, uningga bir uchini berdingiz yana Uyg'ur Monitor degan ish uchun qilyapman dedingiz. Inshaalloh uningga muvaffaqiyat tilaymiz. Endi bir axborotchi bo'lish sifatingiz bilan albatta yillardan buyon istiqlolni yaqindan yiroqdan balkim ko'zitib kelyapsiz. Istiqlol haqidagi fikrlaringizni yoki ayblashtiringizni xohlagan shaklda anglasak. Bu yerda birinchi bir ishni terishib qilayotgan kishi yoki bir organga nisbatan
ular ilhamlantirishga muhtoj bo'ldi. Shuningga bu nuqtadan qilib aytganda Istiqlol TV deb bir axborot organini vujudga chiqarib, shuni taraqqiy qildirib, bugungi kunga akilish cho'qim osonga to'xtamaydi. Ham uzluksizlik intayin muhim. Har qanday bir ishninki taraqqiy qilib, eng oxiri shu g'oyasiga nishoniga yetish uchun. Endi Istiqlol TV bu jihatda g'alaba qilib kelyotidi deb qarashga bo'ldi, albatta. Endi men jamiyatda albatta jamiyat tekshirish ilib bormadim. Ya'ni Istiqlol televiziyasiga Istiqlol axborot kanaliga qanday qaraysizlar degan narsani men tekshirganim yo'q. Shuning uchun u to'g'risini bilmayman. Endi menga nisbatan mening tanishim qanday deganda bir axborot organi o'zininki qimmat qarshi nuqtai nazari bo'yicha axborot ilib berayotgan bir organ deb qarayman. Hem bayatim ben degende üzlüksüzlükni saqlab, özünü terakki kıldırıp yeniş asan emas, ilhamlandırış gerek. Bu noktadan Istiqlol TV menimce g'alaba qildi deb qarayman. Intayin yaxshi degan nokta. Endi tanqidlar cho'qim jamiyatda bo'ldi. Siz bir ish qilayotganda tanqidiy ko'z qarash bo'lishi mumkin. Mesela Istiqlol TV mandaq xabar ishildi, mandaq demidi, yoki mandaq qildi. Uningga nisbatan menimcha u kimning mas'uliyati bo'ldi deganda Istiqlol televiziyasini qilayotganlarning texmi izdinishiga, shu tanqidlarga qandaq pozitsiya tutish, ham qandaq inkos qaytirish. Shuning uchun menimcha uni Istiqlol televiziyasidagi shu aktiv xodimlar sizga o'xshash menimcha yaxshi hal qilib ketalaysizlar deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat Qosimjon. Nihoyat güzel suhbat bo'ldi. Bugun asosli hamda tunji qatim suhbatlashishimiz shu sizning bir hayotingiz, turmushingiz haqida biroz bir ma'lumot nuqtasidan birinchi bo'limni qildik. Inshaalloh oldimizdagi bölümlerde ko'plab chiqishimizni umid qilamiz. Boshqa temalarda yoshlarimizga har xil ularningki yetilayotgan muajirat nurg'un yoshlarimiz bor. O'rganishi kerak bo'lgan, qilishi kerak bo'lgan, foyda qiladigan yoshlarimizga bevosita hayotiga ta'sir ko'rsatgan programmalarni qilishni orzu qilamiz inshaalloh oldimizdagi bo'limlarda. Bu yerda oxirlashtiramiz degan shunaqa. Bo'ldi, rahmat. Sizga rahmat. Bo'ldi, shunaqa qilaylik. Ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi suhbatimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Nihoyat meg'izliq, güzel bir suhbat bo'ldi. İnşallah milletimiz dünyanın har qaysi joylarida mana shunday qo'ldan kelgan butun tirishchanlik bilan xizmat qilib kelyapti. Ham qilishimiz kerak. Mana shunday har xil sohalardan kishilar davomli holatda bu tajovuzchilarningki abdi bashirisini aytish uchun, jinoyatlarni to'ntish uchun butun kuchimiz bilan xizmat qilishimiz kerak. Allah ömür bəsi aldığımızdaki sanda başqa bir temada görüşükçe aman boğaçlar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.